Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, e'tiboringizda Kamina G'ani va Sayyora. Men bugun sizlar bilan maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda art terapiya mavzusidagi ilmiy bilimlarimni bo'lishmoqchiman. Rejamiz maktabgacha yoshdagi bolalar uchun art terapiyaning ahamiyati va ikkinchi rejamiz bolalar uchun art terapiya mashg'ulotlarini ijodkorlik va o'yin faoliyatiga asoslanganligi va uchinchi rejamiz art terapiya faoliyatlarida bolalar qiziqishlari va emotsiyalarini rivojlantirish deb nomlanadi. Tayanch so'zlarni sizni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi art terapiyaning maqsadi haqida gaplashamiz. Majburlash va xavf-xatarsiz guruhda ham, individual holatda ham his-tuyg'ularni o'rganish, o'z-o'zini anglash va hurmat qilishni rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Kognitiv vosita qobiliyatlarini rivojlantiruvchi tadbirlar tashkil etish, o'z-o'zini ifoda etish, muloqot qilish va ijtimoiylashuvni osonlashtirish va rag'batlantirish, shaxsiy qadriyatga ega bo'lishlari uchun imkon yaratish uning maqsadi hisoblanadi. Art terapiya inglizcha art san'at, terapiya davolash degan ma'noni bildiradi. San'at va ijodkorlikdan foydalanishga asoslangan psixoterapiya va psixologik korreksiyaning yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. To'g'ri ma'noda aytadigan bo'lsak, art terapiya bu tasviriy san'atga asoslangan chizma terapiyasi, ya'ni izoterapiya desak ham bo'ladi. O'qish va ijtimoiy moslashishlarda qiyinchiliklarga duch kelgan bolalar va o'smirlar orasida nevrotik va psixosomatik kasalliklarni aniqlash va tuzatish uchun mashhurdir. Bu jarayon rasm chizgan insonning hissiy holatini ifodalaydi. Art terapiya atamasi rassom Adrian Hill tomonidan 1938-yilda sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar bilan ishlash jarayonida olib kirilgan. Ushbu sillar AQShda Ikkinchi jahon urushi paytida fashistlar lageridan olingan bolalar bilan qo'llanilgan. Dastlab art terapiya Freud, KGUlarning qarashlarida namoyon bo'lgan. Unga ko'ra, mijozning badiiy faoliyati yuksak mahsuli chizma va haykaltaroshlikdir. Bular esa ularni aqliy jarayonini ifodalaydi. 1969-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida Amerika art terapiya uyushmasi tashkil etiladi. Art terapiyaning afzalliklari quyidagilardan iborat: agressiya va boshqa salbiy his-tuyg'ular uchun ijtimoiy jihatdan maqbul bo'lgan joy yaratish, yordamchi usul sifatida davolash, ya'ni psixoterapiya jarayonini osonlashtirish. Uchinchisi, diagnostika uchun material olish. To'rtinchisi, bostirilgan fikrlar va his-tuyg'ular bilan ishlash. Beshinchisi, mijoz bilan aloqa o'rnatish. Oltinchisi, o'z-o'zini nazorat qilishni rivojlantirish. Yettinchisi, tuyg'ular va emotsiyalarga e'tibor qaratish va sakkizinchisi, ijodkorlikni rivojlantirish, o'z-o'zini hurmat qilishni oshirishdan iborat. Zamonaviy san'at terapiyasida izoterapiya yo'nalishi katta ahamiyatga ega. Izoterapiya tasviriy san'at vositalarining terapevtik ta'siri, chizish, modellashtirish, dekorativ hamda amaliy san'at va boshqalardir. Bolalar bilan ishlashda art terapiyadan foydalanish art terapiya darslari tarkibida ikkita asosiy qismlarni o'z ichiga oladi. Noverbal ijodiy tarkibi bo'lingan qism. O'zini namoyon qilishning asosiy vositasi bu vizual qism hisoblanadi. Noverbal holatda o'zini namoyon qilish va vizual aloqaning turli mexanizmlaridan foydalanish verbal va tizimli holatda oldindan rejalashtirilgan qism hisoblanadi. Bu og'zaki munozarani, shuningdek chizilgan narsalar, tayyor bo'lgan xulosalarni talqin qilishni o'z ichiga oladi. O'zini og'zaki ifoda etish va vizual aloqa mexanizmlaridan foydalaniladi. Art terapiya individual va guruhli shakllardan foydalanish xususiyatiga ega. Chizmalar, rasmlar, plastilin bilan har xil shakllar yasash ustida ishlash jarayonida ruhiy zo'riqishlar va negativlikni kamaytirishning xavfsiz usuli hisoblanadi. Terapiya jarayonida ko'maklashish, ongsiz ravishda ichki mojarolar va tajribalarni ko'pincha vizual tasvirlar orqali ifodalash ularni og'zaki ravishda ifodalashdan ko'ra osonroqdir. Bola boshqalardan yashirishga odatlangan fikr va hissiyotlarni aniqlovchi ishonchli vosita desak ham mubolag'a bo'lmaydi.
Bolalar uchun art terapiya mashg'ulotlari ijodkorlik va o'yin faoliyatiga asoslanganligi, ya'ni bu bizning ikkinchi rejamiz. Ta'limiy o'zaro munosabatlarda bolalar samimiy muloqot va hamdardlik, tengdoshlari va kattalari bilan ijobiy munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi. Bu shaxsning axloqiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'qituvchi bilan ochiq, ishonchli, xayrixoh munosabatlarni rivojlanadi. Psixologik tuzatish ishida ilgari deformatsiyaga uchragan bo'lishi mumkin bo'lgan ichki men qiyofasi muvaffaqiyatli tuzatiladi. O'zini o'zi qadrlash yaxshilanadi, xulq-atvorining negativ tomonlari yo'qoladi va boshqalar odamlar bilan o'zaro pozitiv aloqa o'rnata biladi. Shaxsiyatning emotsional, irodaviy sohasini rivojlantirishda ba'zi og'ishlar bilan yaxshi ishlashda yaxshi natijalarga erishiladi. Davolash terapevtik ta'sirga ijobiy faoliyat jarayonida hissiy harorat, yaxshi niyat muhit yaratilganligi sabab erishiladi. Psixologik qulaylik, xavfsizlik, quvonch, muvaffaqiyat hissi mavjud bo'ladi. Natijada hissiyotlarning shifobaxsh salohiyati safarbar etiladi. Rivojlantiruvchi turli xil art terapiya usullaridan foydalangan holda har bir bola ma'lum bir faoliyatda muvaffaqiyat qozonadigan, qiyin vaziyatni mustaqil ravishda yengadigan sharoit yaratadi. Bolalarning hissiy tajribalarining og'zaki bayon qilishni, muloqotdagi ochiqlikni, mustaqillikni ifodalashni o'rganadilar. Umuman olganda insonning shaxsiy o'sishi sodir bo'ladi. Faoliyatning yangi shakllari tajribasi to'planadi. Ijodkorlik, his-tuyg'ular va xatti-harakatlarni o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirib boradi. Diagnostik art terapiya sizga bolaning rivojlanishi va individual xususiyatlari to'g'risida ishonchli ma'lumot olishga imkon beradi. Bu uni mustaqil faoliyatga kuzatish, uning qiziqishlari va qadriyatlarini yaxshiroq bilish, ichki dunyosini anglash, shuningdek maxsus korreksiyaga to'g'ri keladigan muammolarni anglashning ishonchli usulidir. Hozirgi kunda maktabgacha ta'limda art terapiyani qo'llash tarbiyalanuvchilarning ruhiy yengillikni his qilishiga yordam beradi. Art terapiya bolaning ichki qobiliyatlari va bir qarashda anglamaydigan qiziqishlarini ochishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi fikrlar har qanday davrda ham eskirmaydi va o'z mantig'ini yo'qotmaydi. Hozirgi davr uchun ham kerakli model hisoblanadi. Bu usullar bilan birgalikda hozirgi zamon bilan hamnafaslikda yangi metodlarni qo'llash anchagina yaxshi samara beradi. Art terapiya faoliyatlarida bolalar qiziqishlari va emotsiyalarini rivojlantirish. Bu 3-rejamiz hisoblanadi. Art terapiyaning har bir turi mutaxassislarga tegishli bo'lgan o'ziga xos tor usullarga ega. Umuman olganda aytish mumkinki, barcha turdagi art terapiya usullari miya yarim sharlari faoliyatlarini almashtirishga asoslangan. Chap yarim shar bu senzura, ongning o'ziga xos turi bo'lib, ular ba'zi samimiy his-tuyg'ularni bostirishga imkon bermaydi. Ijodiy faoliyat davomida faollashtirilgan o'ng yarim sharlar haqiqiy tajribani ifoda etish uchun yo'l ochadigan behush jarayonlarni qo'zg'atadi. Art terapiya faoliyatlarida bolalar qiziqishlari va emotsiyalarini rivojlantirish va ikkinchi qismida yana ma'lumot berib o'taman. Yangilik yaratishda bo'lgan qiziqish ijobiy his-tuyg'ular va emotsiyalar shakllanib boradi. Bolalar rasm chizish jarayonida turli ranglarni hosil qilishadi. Har bir bola o'zi xohlagan rasmni o'zi xohlagandek tasvirlaydilar. Bu jarayonda bolalarning kayfiyatlari ko'tariladi, o'rtoqlariga nisbatan ham xushchaqchaq munosabatda bo'lishadi. Qumda rasm chizish jarayonida bolalarda avvalo hayratlanish hissi kuzatiladi. Sababi bolalar avvalo bu jarayonni kuzatmaganlar. Qumda rasm chizish va bu jarayonda manniy yormasidan foydalaniladi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, erta ta'lim-tarbiya insonning butun umri davomida farovon, baxtli hayot kechirishi uchun mustahkam asos bo'ladi. Shu bilan birga erta ta'lim-tarbiya bolaning ijtimoiy, hissiy, kognitiv, jismoniy ehtiyojlarini birlashtirishga qaratilgan. Bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish asosida estetik tarbiya ham shakllanib boradi. Bolalarning go'zallikka oshno qilish, ularda hayotiy voqealarni to'g'ri shakllantirish, tushuntirish, oliyjanob his-tuyg'ularni va intilishlarini shakllantirishga yordam beradi. Sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.